Rastlı sizkensiz o. Bu qitim qaçamaysiz, meni. Ben pulun doğurdun diken ne oyluğunum ba? Ben sizga ziyankeşlik qilmayman. Avval mashinaga chiqing. Bir yak berib tafsiliy paranglashaylik. Mashinaga chiqing ha. Men sizni yemayman. Elan o'tiring. Bugun ishni menga to'liq tushuntiring. Qani so'zlang. Başka sebebim yok. Şu turmuş qiyinchiligi. Bugun siz hamma ishni menga tafsiliy tushuntiring. Agar unda qilmaydi ekansiz, soqchixonaga ep bosam toza yaxshi bo'lmasmikan? Rost gapni qilsam, mening sizga ziyonkashlik qilgim yo'q. Hamma bu ishlarni hammasini men qasddan qilmadim. Opamdan kesili eg'ir. Dadam kichkimda yo'q. Opam ishkalar intan qiyinchilik ichida o'tdi. Men bu yerga kelib uy ijara olmay deb qo'yimchoq bo'lib ketdim. Şu amalsızlıktan pulunuzı o'g'irlab qoldim. Lekin shundoq bo'lgan taqdirdimi? Biroq bu sizning o'g'irlik qilishingizga sabab bo'lamaydi-da. Siz buni tushunmaysiz. Shu ishdan keyin opamning kesili texim eg'irlashib qoldi. Onun üstü bizning turgan yerimiz mi yo'q? Bizning o'lar tirishimiz bilan hech kimning kori yo'q. Men o'chaqda boshqalarning bizga suvoq muomalada bo'lsa, bizning boshqalarga Akıonluk qilishimizning hech qanday keragi yo'q deb o'yladim. Emniyet pulungizni o'g'irlab qo'yib, men pek pushaymon qildim. Lekin kaynimga hech qanday imkoniyat yo'q edi. Soqchilarning sizni izlashiga qaraganda, bu sizning tunji qitim o'g'irlik qilishingiz emas-ku deyman. Soqchilarning meni izlab kelishga sabab bir diloni hal qilmoqchi. Chunki men naq maydondagi guvohchi. Siz nima ishga qochsiz? Meni og'irchilik qilgim yo'q. Chunki men shu chog'da mashinada vaqtimda doktorxonada bana telefon geldi. Apan xatar ichida tezga pul topshirdi. Şu amalsızlıktan tushib ketib qoldim. To'xtang ha. Turmushingiz haqiqatan qiyin ahvolda o'xshaydi. Shuni deb bo'lsa-mu, bu ishni bo'ldi qo'yitay. Biroq ikkinchi qitim bunday ishni qiluvchi bo'lmang. Her qandaq bir ish o'g'irlik qilishga sabab bo'lamaydi. Hay, bo'lmasa biz soqchixonaga berib ahvolni tushuntirib qo'yaylik. Bilib olsak u bo'ldi. Lekin opamning kesili bek eg'ir. Men berib qaramasam bo'lmaydi. Hamsa men eli soqchixonaga telefon berib, oramizdagi ishlarning hal bo'lganligini deb qo'yay. Shundoq bo'lsa, sizmi xotirjam yura olasiz. Men telefondan biroz qoldirib qo'ysangiz, hatto chuqur qaytib beraman. Bu mening ism kartam. Hammadan ko'ra qarg'ani alayda ko'ribganda sizdek oliy darajalik mashina haydaydiganlar buni tushunmaydi. Mendek? Men qandaqman? Ha? Siz meni xato tushunib qoldingizmi qandaq? Bu dadamning sherkiti. Agar o'zimning ism kartasi bo'lib qolsa, taksi shoferi deb yoziladi. Siz ko'p rahmat. Ha, hech qisi yo'q, kichik ishlar. Tanishganimizning o'z bir yaxshi ish. Keyin qandaqlik qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon qiling. Hay, qahvadan 2 stakan. Oy. Oran bir tamağa vaqtida bir o'rjim, uxlamay. Nima yanni ko'tarib oldingiz bularni? Hey. Menga nisbat qilma demak. A'tivorlik o'g'limni nisbat qilaman. Voy, yannim bo'ldi.
Ay bu işkinla buraya sana vuruşkan. Ya çoğu emez ya küçük emez. Ne buldu da? Ha etvalık oğlunla aparatniki kızını maşında düşürüyüp parat bilen bir obdan işimiz ekvatıdı. İşte buzvet demez mi? Ay o balda küçük dursa. Ay boldu kılına. Hemen başka tur ben de idarının tegi, öyünün tegi, karan açaçlarımızın hemmesi akırıp gitip dayına. Ma öydüçü karan. Ah baştan bir soslu bula ay. Çaçqa aqirib ketdi. Bir sirtqi chiqib, satrashxonaga bir chachni bir bo'yab keldi desak, shuning vaqt bo'lmasa. Oy, to'xtan emsa, men öydil bu yoq qo'yay. Tuniginchi qaran. Rafael mishla bir chash bo'yg'ini ekeptike, bek yaxshikan deb mana. Chash bo'yaydigan so'g'inda edi. Axil damliq bir bo'yaqga bu. Çaşni kuvvetleydikken, hem çiğneydikken, hem boyaydikken, hem culalık kılıp bunun çıkaran faydası pek çıktıydı. Özünüz bir görüp bakın. Bo'ldi ekan juma? Bulandikken, Bo'ldi ekan. boyamdık. Bo'yaydi. Qanday bo'yaymiz? Bunun çıkaran uqmaydikken sen, ben stoptur işçide. Ay, kırsaklı işidin aldım ben, hem de petçet boyuydu ben. Bulamda, çırımda. Agar o'tinib qolay, opamni bir amal qutqizib qolgan bo'lsangiz, Doktorga degan bo'lsangiz, bir amal qilib boqqan bo'lsa. Hozir davolashlar taraqqiy qildi bu. Pul kamdig'imiz biz amal qilamiz. o'zingiz yo'q emas. Bu kasal bek uzoq so'zilib ketibdi. Operatsiya qilsangiz qat'iy bo'lmaydi. Uning ustiga doktorxonaga bechiq qazib ketibsizlar. O'zinglar qarab boqinglar. Ansirma, cho'qim amal topildi. Yana qaytib oraminglar. Ama sizchi? Degancha men qaray. Rahmat edi, agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, men nima ish qilishimni bilaman, qolgan bo'ladi. Ko'p o'ylaman, uy qaytib oraminglar. Va yaxshimisiz? Men To'rxonning oldiga yo'lda. Shundoq. Ma'qul. Ma'qul. Oxiranglik mashina. Ma'qul. Xo'sh. Elina, ko'rishmagili uzun bo'pti. Rafael, bu sizmi? Ajab tanmabdim-a desa. Voy, nimandoq tor mashinani saydab yurdingiz? Turmushni tushunay deb. Oho. Hamda Begzodining odatli kishilarning turmushini his qilib boqqis kelibdi-da. Yalnız sizlardek puli bog'la o'ynashni bildik ajimu. Yaqay. Rost. Ajab yolg'iz chiqdingiz-ku. Erfonchi. Hozir izlab mandim meni. Siz kechacha o'yin o'ynaga oqishmamsiz? Amal yo'q. Dadambek odamning ichini siqdi-da. Faqat o'ymanqim yo'q. Qachonli qarsi masli yuradigan erpon texidimmi ko'gim yo'q. U yana jiqchi bo'pti-da. Voy, bilasiz-ku, uni aroq ichmaydigan kuni yo'q. O'g'o shu. Uni boshqarib qo'ying. Bo'lmasa keyin chataq chiqimsan. O oynasa men o'ynayman. Ansirgidek ish yo'q. Telefonu sayrab ketdi-ku. Hech qisi yo'q. Shu mashina chaqirdi qoldi. Keldik mana. Musha to'xtasangiz bu. Mushami? Ha. Ma'qul. Rahmatjimi Rafael. Hech qisi yo'q. Qilish tegich kishim. Qaradaş, yan telefonumni almadı. Tazın bir ya uçur qaytırmaydı, ya telefonumni almaydı. Voy bu yadaş dinleydigan sen nima ish qilayotgandi u, ha? Vay nemiş qılatdı adaş. Tor taksi maşinası aydavatqandı şu. Voy, chiqchaqliqni adaş, yo'g'on bir guruhdan kelib Begzod turib ham shopurlik qilib yuribdimi? Hey, dadamda anlaşımca, hali o tüzgen plan taza alqışqa erişmepti. Onun üstüge dadışıkısına münasiyetim taza yaxşı emasga. Ya iş pışqın çıqırış üçün. Hayda atamdaki de boyuldum cimo men.
Şahzadning paqiga aylanib qolganiga adash bu. Yaxshi emasmi? Ner yaxshi, ya telefonimni almaydi, ya uçur qaytarmaydi. Seni öz qartıvatdı da adaş, ya g'amima bo'ldi, açıqlanma. Ay qara! Adaş qara. Ay Irfondagi sen qipti bu yo'jarsiga. Ay men qaytmoqdek vaqt yo'qmikan buni? Tozim bir bo'ldi, açıqlanma. Ay ochiqda o'ldirdi meni. Bo'ldi. Ve yaxshimisiz? Yaxshimi Rafael? Siz? Men Filora. Yaxshimisiz? Sizni telefon qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Agar avval qilib qo'ygan bo'lsam, telefonni qo'yibdim. Yo'q, undaq emas. Siz yaxshi turgansiz? Yomon emas. Shu. Siz sizni avval qilmay degandim. Lekin opamning kesili bek uzoq so'zilib ketdi. Men bilaman. Siz bir ish bo'lmasa, menga telefon qilmaydingiz. Iqtisodda bak qiynalib qoldim. Oldin bitta menga bergan sim kartangizni saqlab kelgandim. Asli bu ish o'tib ketganligin siz bilan aloqa qilshay degandim. Lekin faqat amal bo'lmay sizga telefon qildim. Siz oldirmay tafsil eding. Zod nima ish bo'ldi? Men hozir doktorxonaning balnis bo'limida. Opamni operatsiya qilgan eng oxirgi muddat kuni. Lekin operatsiyaga behcha qilgan. Doktor operatsiya etgan qaz bo'lmaydi deydi. Asli sizni bu ishga faqat so'rab chiqmoqdi. Endi amal bo'lmadi. Bo'ldi, yig'lamang. Qanchalik kamladi? Men tushundim. Menga tafsiliy adresini deb bering. Men hozirla boray. Ism kasalliklar doktorxonasi 2-bino, 3-qavat, 6-kavat. Bo'ldi, bildim. Hozirla borman. Ma'qul, xo'sh. Nasma? Telefoningizni elibla udil kelishim. Sizni ko'p xabar qilgan bo'ldim. Opangizning ahvoli qandayroq? Siz yotdi. Oksigenga tayinli. Bu kartada 150 ming bor. Siz ishlatib turing. Doktorlar tezroq operatsiyaga o'rlashtirsin. Rahmat. Bu pulni men cho'qim bir amal qaytarib beraman. Pul muhim emas. Rostla muhim emas. Avval kasalni saqaytaylik. Opangiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Sizmi jiddiylashmang. Kasalning saqayishiga vaqt ketadi. Bildim. Lekin opamning kesiliga uzun so'zyapti. Ham Bağansız eğilişik tutdu. Şunca değişik barmı? Men tushunaman. Biroq siz og'rib qolsangiz opangiz qanday qiladi? Bilim sizni bek og'ir qo'ydim. Ishonsiz menga bering. Amaliyotda menmi aldirash emas.
Hozir o'z oldimga to'rt zakaz mashinasi haydayapman. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilib yaxshi qilibsiz. Lekin men o'ylayman, ko'pincha vaqtlaringiz uyga ajratsangiz bo'lmasa menda ko'p qolmay yana. Mening bu uydagilarga ko'proq hamroh bo'lg'im bor. Biroq nima ish qilgan? Dadam meni ko'rsala ochiqlaydi. Dadangiz bilan bo'lganimdan siz yaxshi emasmi? Shundaqroq. To'g'ri. Siz menga qanday rahmat aytasiz? Siz Begzodga ishnim kam emas. Nima ish qilasan bular? Yig'in misal oyoqlashdi. Qaysi soni bo'ladi? Bergan vazifani vaqtida o'rinlanglar. To'xtating. Yaqindan buyon Rafaelda g'ayri ish harakat ko'rilmaganda. Lider yaqindan buyon Rafaelni uchirtib baqmini men nima ish qilganini o'qimaydiganman. Bundan keyin xizmatdan sirat Rafael Azdullah ko'z quloq bo'lib qo'ygan. Va turibniki qon tarimga kelgan. U nima ishlarni qilyapti-ki? Men u bolaning birroq cho'ng bo'lishini umid qilaman. Agar u bo'lmasa, mening qilgan ishim bakarolab ketmamda. Ma'qul, men ko'z quloq bo'lay. Tukamamsiz. Kechiring, ishdan tushdim. Bek mühim aldirash ishim bor, olib qo'ying. Nega borsiz? Yo'limiz bir bo'lsa og'ash ketay. Bejing yo'liga boraman. Bo'ldi, chiqing. Rahmat, rahmat. Voy, tog'a, kitob o'qishni yoqtirdi ekansiz-da. Undaq deb ketganimmi, bo'lmaydi shu. Qiziqaman shu. Uning ustiga odatda ancha-muncha bilimlarni yozib qo'ydim. Yoziqchilik qilaman-da, yaxshi-ku. Amsa qanday asarlarni yozasiz? Shu turmushni xotirlayman. Uning bu qolsa, asl she'r yozib qo'ydim. Siz dangliq shoir ekansiz-da. Yaqay. Nədikine? Ben bir adli karxanın işçisiyim. Çıkargan kitaplarınız köptü. Kitap çıkarışını oylaşkan. Benim münasebet dairem kenemez. Pulum mu çıkamaz. Onun üstüge tüvende uzun müddet işlep kettim. Bundak şaraytta kitap çıkarış mümkün bulmadı. Kaldı fıkam bir şey şu. Mujama? Ha, buldu. Rahmet fıkam ben bize. Rahmet de. Ey tağa. Yazgan şiirlerinizni rastlığı pek yaktırdım. Yaktırgan bolsun sizde kalsın. Rast mı? Siz görün siz. Ha, rahmet. Tağa, ben çokum tepsili okup çıkıman. Ha, rast tağa. Ola qilish numarangizni qoldirib qo'ysangiz bo'lamdi. Bo'ldi. Mana o'zingiz kirgizib oling. Ha, ma'qul. Amsa men telefonim bilan sayirda o'tay, ya. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Rahmat tağa. Ma'qul, rahmat amsa siz buni, ha. Ma'qul, xo'sh amsa. Ma'qul, xo'sh.
Yağınla. Bir kızıq işlep Ben bu haftamda otağandım. Bu vaxtda mən bir ağina məmdə mənə 5-ni xət yazdım. Bu torda bir qızal tunuş qapdı. Nima ovoz bu? Chiniqot qatdim, men qulog'imdan tushib ketdi. Bu nima ish? Boshni qismi qandoq amal qildingiz? Bu xatni ko'rayotganingizda balki men opam bilan bu shahardan ayrilgan bo'lamiz. Ma'qul, men berib topib qo'yaychi, bola. Xo'sh.